Assalomu alaykum do'stlar, men ismim Ibrohimjon. Bugun sizlarga Riverton House proyekti haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Video davomida bu proyektda joylashgan joyi, rayonning o'ziga xususiyatlari, uylarini planirovkalari, beradigan qulayliklari, boshlang'ich narxlari va to'lov plani haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar, savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Xo'p, kelar lokatsiyadan boshlaymiz. Xo'p, mana bu Dubay xaritasi, o'zingizlar biladigan Dubay aeroporti, Downtown, Palma Marina. Biz aytayotgan Riverton House proyekti Meydan Horizon rayonida joylashgan. Bu rayon nisbatan yangi rayon, yangi rivojlanayotgan rayonlardan. Ko'p ko'rib turganingizdek, Downtownga juda ham yaqin, o'rtacha 5 daqiqalik yo'l, aeroportga o'rtacha 10 daqiqalik yo'l va marinalarga 15 daqiqalik yo'lda joylashgan lokatsiya hisoblanadi. Ko'rayotganingizlik rivojlanayotgan rayon aytganimizdek, mana shu joyda nomi Meydan Horizon. Bir qancha kuchli yaxshi quruvchilar shu yerda hozir qurilishlar olib bormoqda. Joylashuv jihatdan ko'rib turganlaridek, mana Al Ayn Road va Rasalxor roadlar tutashgan joyda joylashgan va bu tarafi Rasalxor qo'riqxonasi, hech qanday qurilishlar va boshqalar bo'lmaydi. Xo'p, bu rayonda o'zi lagunadan iborat, parklardan iborat va kelajakda metro stansiyalar tushishi planlashtirilgan rayon hisoblanadi. Mana ko'rayotganlaridek, o'sha bir qancha proyektlar boshlangan bu joyda. Xo'p, kelar endi proyekt haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu proyekt Ellington quruvchi tomonidan qurilmoqda. Ellington quruvchisining o'zi bu rayonda bir qancha qurilishlarni olib bormoqda. Mana bu o'sha qanday bo'lishi. Xo'p, mana bu master plani bu rayonda ko'rib turganlaridek, mana lagunalardan iborat bo'ladi. Bu lagunalar cho'milsa bo'ladigan lagunalar bo'ladi, toza suvli bo'ladi. Shu beti berilgan hamma proyektlarda Ellington quruvchi tomonidan qurilmoqda va biz aytayotgan proyekt Riverton House mana shu joyda joylashgan. Ko'rayotganlaridek, lagunaga birinchi liniyadagi proyekt va buni bu tarafida parkdan iborat bo'ladi va kelajakda bu rayonga metro liniya ham tushadi. Xo'p, dizayn jihatdan Dubaydagi Ellington quruvchisi dizayn jihatdan oldinda turuvchi quriluvchilardan biri, har taraflama hisob-kitob qilingan va ko'rayotganlaridek quyosh chiqishi va quyosh botishigacha yaxshi hisob-kitob qilingan proyektlardan biri hisoblanadi. Xo'p, proyekt o'zi birinchi etaj, 4 ta podium, ya'ni parkovka boshqalardan iborat bo'ladi va 19 ta etajdan to'liq hisoblaydigan bo'lsak, qancha 24 etajdan iborat proyekt hisoblanadi. 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomli kvartiralar va 2 ta commercial zonadan iborat, ya'ni 2 ta magazindan iborat bo'ladi. Xo'p, umumiy olganda 149 ta kvartira va 2 ta magazini bo'ladi. Xo'p, mana bu birinchi etajni planirovkasi. Ko'p tushunib olishimiz uchun mana bu laguna taraf, mana bu park, mana bu asosiy yo'l. Xo'p, mana bu bitta magazin, bunisi ikkinchi magazin. Xo'p, mana bu kirish, zdaniyaga kirish, mana bu reception bo'ladi katta. Bu yerda kutish xonasi, club house, keyin mana supper house. Endi supper house shu o'tirib choy ichadigan xona desak bo'laveradi. Xo'p, mana shu reception qanday bo'lishi, ana club house qanday bo'lishini, supper club. Va buni ko'rib turganlik o'sha lagunaga qaragan bo'ladi va tashqarida mana bu yerlarda zdaniyalar bo'ladi. Laguna narigi tarafda zdaniyalar bo'ladi. Xo'p, qulayliklar biz aytgandek, birinchi etajdagi hozirgi qulayliklar, keyin mana 5-etajda ham qulayliklari bo'ladi va o'zi ko'rayotgandek mana sun'iy lagunaga plaji bo'ladi. Ya'ni bu cho'milsa bo'ladigan полноценный plyaj. Xo'p, mana 5-etajda qanday qulayliklari bor? Xo'p, mana erkaklar va ayollar uchun alohida kiyim almashtirish xonalari, fitness studio, ya'ni sport zal, bu yerda tashqi sport zallar, bu yerda yoga xonasi bor. Xo'p, mana bu yerda relaxation zone deydi, ya'ni meditatsiya joyi desak bo'laveradi. Va mana bu yerda barbekyu va oilaviy dam oladigan joy, uy hayvonlari uchun park, mana katta Infinity basseyni bo'ladi. Shu mana lagunaga qaragan va mana bu yerda oftobda toplanadigan joylari, mana bolalar o'yingohi va tashqi bolalar o'yingohi bor. Mana bu joy wellness studio, ya'ni nima desa bo'lar ekan, sog'lomlashtirish xonasi desak ham bo'laveradi. Bu yerda shu saunalar, massaj xonalari va boshqalar tashkil topgan bo'ladi. Mana Infinity shu basseynni qanday bo'lishi,
mana shu sport zali qanday bo'lishi, yoga xonasi mana shu oftobda toblanadigan joylar, mana shu sog'lomlashtirish xonalari, mana bolalar o'yingohi. Xo'p, mana bu tashqi ko'rinish, mana shu barbekyu xonasi, barbekyu zonasi, shu oilaviy dam oladigan joy va mana uy hayvonlari uchun park alohida. Xo'p, kvartiralarga keladigan bo'lsak, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomli kvartiralardan iborat bo'ladi. Men asosiy planirovkalarni ko'rsatib o'taman. Binoda joylashuviga qarab planirovkalar boshqacharoq ham bo'ladi. Hop, mana 1 bedroomlikda planirovkasi, mana bu yerda kirish, oshxona, katta zali bor, umumiy sanuzel, kir yuvish xonasi va mana yerda yana yotoqxona bor, o'zini sanuzi bilan birga va balkondan iborat bo'ladi. Hop, bunda 2 bedroomliklarniki, mana kirish, kirganida sanuzeli bor, mana yerda oshxona, keyin mana katta zal, kir yuvish xonasi alohida. Hop, mana bitta yotoqxona o'zini sanuzeli bilan birga va mana yerda ikkinchi yotoqxona o'zini sanuzellari bilan birga va balkondan iborat bo'ladi. Hop, bu 2 bedroom plus study esa, ya'ni kattaroq 2 bedroomlik kvartira, bitta kirish, kirganida oshxonasi bor, katta zali bor, balkoni va mana yerda umumiy sanuzel. Mana yerda study room deyiladi. Hop, study roomda bolalar xonasi qilib ishlatish mumkin, ofis qilib ishlatish mumkin, yoki yordamchilar xonasi qilib ishlatish mumkin. O'ziga qulay xonaga konvertatsiya qilishingiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda yotoqxona bitta, o'zini sanuzeli bilan birga, mana yerda ikkinchi yotoqxona, o'zini sanuzeli bilan birga va o'zini balkondan ham iborat bo'ladi. Va 3 bedroomlik ham deyarli shunday bir xil. Bitta kirish, oshxona, katta zali bor, mana bu yerda study room bor. Umumiy sanuzel, mana yerda bitta yotoqxona, o'zini sanuzeli bilan birga, mana yerda bitta ikkinchi yotoqxona, va mana yerda tashqi sanuzel bor va mana yerda 3-chi yotoqxona o'zini sanuzi bilan birga va keyin umumiy balkondan iborat bo'ladi. Uylar chiroyli dizayn qilingan. Uylarda balandligi 3.2 metrdan iborat bo'ladi. Xo'p, Ellington quruvchisi Dubayda o'zini sifati va dizayni bilan oldinda turuvchi quruvchilardan biri hisoblanadi va dizayn jihatdan juda ham chiroyli qurilgan bo'ladi. Har bitta joydan qulay, yaxshi foydalanilgan. Xo'p, proyekt o'ziga xos, aytganimizdek, joylashuvi bo'yicha, rivojlanayotgan joyi bo'yicha, o'zini park yonida va plyajı, sun'iy bo'lsa ham o'zini plyajı bo'lishi buni katta yutuqlardan biri va butun Dubayda hozirda 2 million dirhamga o'zini plyajı bor proyekt topish mumkin emas. Bu joy 2 million dirhamdan boshlanyapti 1 bedroomliklar uchun va to'lov aplatasi 70 ga 80, ya'ni 70% qurilish davomida 30% kalitlar berilayotganda bo'lyapti. Bu proyekt haqida qisqacha ma'lumotlar shu. Sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Rahmat katta.